Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Afsuski, O'zbekistonda yana bir mudhish falokat sodir bo'ldi. Buxoro shahrida ekskavator haydovchisi yo'lni kesib o'tayotgan 64 yoshli ayolni bosib ketdi. Oqibatda piyoda voqea joyida halok bo'ldi. Hozirda tergov harakatlari boshlangan. Buxoro shahrida ekskavator bosib ketdi, piyoda vafot etdi deya xabarlar tarqalmoqda. Bu haqda viloyat ichki ishlar bo'limi ma'lum qilgan. 15-may kuni viloyat ichki ishlar bo'limiga tez tibbiy yordam shifokori Buxoro shahri markaziy bozori oldida yo'l transport hodisasi sodir bo'lganini bildirgan. Olib borilgan surishtiruv harakatlari davomida ismi qisqartirilgan H.I. ismli haydovchi o'zining shaxsiy ekskavatorini Ibn Sino ko'chasi bo'ylab harakatlanib borayotgan vaqtida bozordan chiqib yo'lni kesib o'tayotgan 64 yoshli ayolni ko'rmay qolib bosib ketgan. Oqibatda ayol voqea joyida vafot etgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish odam o'limiga sabab bo'lsa, jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari boshlanganligi ma'lum qilingan. Yo'lda harakatlanadigan barchani Alloh o'z panohida asrasin. Barcha tanishlaringizga yetkazib qo'yishni hamda ularni ham ogohlikka chaqirishni yodingizdan chiqarmang.